Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan to'g'ri televiziyasining bugungi suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men bugungi program riyosatchisi Farhod Yo'rinqash-Sulman. Allohdan hammangizlarni yurakdan salomlayman va Janob Allohdan sizlarga xotirjamlik, salomatlik, barakat va baxt saodat tilayman. Hurmatli aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum bo'lganidek, keyingi shu 1-2 haftada Dünya Uyghur Qurultiyi yetakchiligidagi Uyg'ur milliy harakati nihoyatda zo'r ba'zi qadamlarni besib o'tdi. Uyg'ur milliy harakati uchun haqiqatan nihoyat ahamiyatli haftalar bo'ldi. Bu jarayonda xalqimizni mamnun qiladigan, umidlantiradigan, suyundiradigan ba'zi qadamlar bosildi. Hammanglarga ma'lum, butun dunyo miqyosida 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligining 9-yilligini xotirlash faoliyati butun dunyo miqyosida Uyg'urlar yashayotgan davlat bo'lsa, hammasida keng doirada nihoyat dog'dug'liq holda xotirlandi. Shundaqla bu keng ko'lamli namoyishning asos shuarmi Mustaqil Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari. Bu o'tiriq yo'lda asos shuar bo'ldi va Xitoy Mustaqil hukumatining bu jazo lagerlarini darhol taqash talab qilindi. Bu asas şuar oldu. Yana birisi 7-ayning 9-kuni yana Uyg'ur milliy harakati uchun nihoyat muhim bir kun bo'ldi. Nima degan vaqtida 7-ayning 9-kuni Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida Beijingda, yana Xitoyning poytaxti Beijingda 36-navbatlik kishilik huquq dialog o'tkazildi. Bu mu biz Uyg'ur milliy harakati uchun nihoyat muhim. Bu dialog o'tkazilishdan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan biz bir qancha qatim Yevropa ittifoqini, Yevropa parlamentini ziyorat qilib, ularning maxsus faoliyatlarini uyushtirib, Yevropa ittifoqidan Xitoy bilan bo'lgan 36-qatimlik dialog, kishilik huquq dialogida Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini alohida tilga olishni, shundaqla Xitoy hukumatidan bu jazo lagerlarini darhol taqash haqida Xitoyga besim ishlatishni talab qildik. Masalan, bilasizlar 6-ayning 14-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi Amerika Uyg'ur birlashmasi, Amerika Uyg'ur kishilik huquq fondi jamiyati, vakolatsiz millatlarni qo'g'dash tashkiloti, xatirasizlik millatlarni qo'g'dash tashkiloti qatorliq bu yerda 23 tashkilot, xalqaro tashkilot maxsus Yevropa ittifoqiga qarata 3 xat e'lon qildi va bu 3 xatni Yevropa ittifoqidan, Yevropa parlamentidan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatiga alohida diqqat qilishga, bo'lib Xitoyning Sharq Turkiston ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasini buni jiddiy muomala qilishga va Xitoyga bu jihatdan besim ishlatib jazo lagerlarining taqilishining qo'lga keltirishga chaqirdi. Buning masalda 6-ayning 26-kuni Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqunaysa boshliqidagi bir hay'at Yevropa parlamentida maxsus shu Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi haqida maxsus bir yerda guvohlik berish yig'ini uyushtirdi. Ham bu yerda jazo lagerlari masalasi haqida maxsus bu yerda bir suhbat, ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Va shundaqla 5-iyul kuni, ya'ni Urumchi qirg'inchiligining 9-yillik bo'lgan kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqunaysa başçılığındaki heyet Avrupa İttifakı Tashqi ishlar komitetininki alayda taklifiga asosan Avrupa İttifakıga berib, Tashqi ishlar komitetiga maxsus jazo lagerlaridagi Uyg'urlarninki hozirgi vaziyati, Solih Damullan boshchiligidagi bir turkum bu yerda bizningki ustozlarimizning, vatandoshlar zotlarimizninki jazo lagerlarida ziyonkashlikka uchrash ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Ham bu yerda Avrupa İttifoqidan Xitoy bilan bo'ladigan 36-qatimlik kishilik dialog mezgilida bu jazo lagerlari masalasini maxsus tilga olishni va bu jihatda Xitoyga besim ishlatishni talab qildi. Albatta qarindoshlar, yana 7-ayning 9-kuni biz uchun nihoyat muhim bir kun. Nima degan vaqtida shu o'xshash kunda Xitoyning bosh ministri Li Keqiang Germaniyaga ziyorat keldi va shu kuni Germaniya bilan Xitoy o'rtasida maxsus iqtisodiy taraqqiyot dialogi o'tkazildi. Bu biz uchun nihoyat muhim. Biz maxsus Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan va Germaniyada faoliyat berayotgan Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti bo'lish sifatimiz bilan biz Germaniyada bir yurish
faaliyetlerini yapıyorduk. Bu cihette Germaniyada yapılan faaliyetler hakkında yakın kalkmışı bir iş yaptım bu yan. Yapılan faaliyetler hakkında sizlerini yanıma etraf malumatı ilgi kılış için Dünya Uygur Kurultayı'nınki Avrupa'daki siyasi işlerine mesul olaydı vekili hem Germaniyadaki Uygur cemaatçilik vekilliği kılıvatkan Avrupa Şark Türkistan Birliği'ninki muavin reisi Askarcan Efendim'ni bugün atayeten stüdyomuzga teklif kıldık. Hürmetli Askarcan Efendim atayeten vaktinizni çıkarıp ziyaretimizin kabul kılığınız için sizge layık rahmet eylemek. Askarcan Efendim'ni hemenler köpünçünler Tunis'te şunda olsun Askarcan Efendim'in mesleki bu sohbetini resmi başlaştım bunu kısaca Askarcan Efendim tanıştırıp bitti. Elbette bunun ikinci programımızda məxsus Askarcan Efendim'in hayatı, siyasi hayatı hakkında siyasi davadık hayatı hakkında məxsus programında yanıma etraflı malumatlı ilk kılımız Askarcan Efendim sizlerle tanış. Askarcan Efendim bu hazır Germaniyada 40 yıl boldu Germaniyada yaşayatıdı. Hem bizdenki bu Arap dünyası da faaliyet yapıvatkan, bu Avrupa faaliyet yapıvatkan en mühim siyasi faaliyetçilerimizden biri. Askarcan Efendim'inki bu siyasi dava tarihimi 30 neçelerde 40 yıl bunun iş ketken buluşu mümkün. Askarcan Efendim 1998 yılı İstanbul'da kurulgan Şark Türkistan Milli Merkezi'nin kuruluşu hem şunun mavreysi ve vazifeti ötügen 99. yılı Germaniyada kurulgan Şark Türkistan Uygurustan Milli Kurultayı'nın baş katibi bu vazifeti bolgan ve 2004 yılı Germaniyada kurulgan hazırki Dünya Uygur Kurultayı'nın en asaslı kuruluşu azalarından biri hem özü şu Dünya Uygur Kurultayı Germaniyada kanuni tasdikka nizamnamasını kanun tasdikka eriştirişte şunun imza atkan, şununki kanuni mesuliyetini üstüge elip imza atkan bir qancha kişininki birisi Askarcan. Yani şunda Askarcan bu Dünya Uygur Kurultayı'da kurulgan vaqtının özünde icra komitesining muavin reisi ve keyin chiqib ketim keyin Dünya Uygur Kurultayı'nınki muavin reisi vazife ötüdü. Hem bu Germaniyadaki Uygurlarga vekillik kılıvatkan ve Arap dünyasında en burun kurulgan Avrupa Şark Türkistan Birliği Teşkilatı'nınki en asaslı kuruluşu azalarınınki biri hem bu teşkilatınınki hazırlıkçı reisi köp ketim bu teşkilatın reisi olup vazife ötüp kelgen. Hazır sizlerge ma'lum baydap öttüm Askarcan Efendim Dünya Uygur Kurultayı'nınki Avrupa'daki siyasi işlerine mesul alaydı vekil. Hürmetli Askarcan Efendim dep öttük bu ötken keyinki bu bir şikayetli biz Uygur Milli Hareketi için nahiyeti bir mühim nahiyeti zürü kritik bir hattı oldu. Elbette ben Avrupa Parlamento yapılan faaliyetlerine kısaca bir televizyon programımızda eskerip öttüm. Biz mesela Dünya Uygur Kurultayı'nın yetekçiliğinde bu Likaçan Berlin kege vaxtıda biz Berlin'e bir adaytın başministerlik binasınınki oldu da narazılık namayış ötküzdük. Bu namayışınınki maksadıymış elbette birisi Likaçan'dan ziyarete karşı hem birisi Şark Türkistan'daki ceza lagerleri karşı yapadık. Bu jarayanda hem de siz mi Dünya Uygur Kurultayı'nınki siyasi işler mesela Allah'ı vekili buluş sütünüzden nihayet mühim bazı küçük işler yapadınız. Mesela Germaniya Yeşiller Partisi'ni ziyaret kıldınız. Germaniya parlamenti kişilik hukuk komitesining a'zolari bilan bevosita ko'rishdingiz. Bu keyingi bir ish yaptım bu yalla. Bunundaki maxsus bu Germaniyaning bosh ministerligiga alohida xat yozdingiz va Germaniya parlamenti kişilik hukuk komitesiga xat yozdingiz. Bu haqda bo'lgan faoliyatlaringizni bir televizor ko'ruvchilarimizga qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Televiziyaga taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Bizningki Dünya Uygur Kurultayı'nınki ip berayotgan faaliyetleri siyasi bir faaliyet bulup mu halk aradaki her qandaq platformada bolsun, meyli Birleşken Devletler'ninki bolsun, meyli Avrupa Parlamentosu'nun bolsun, meyli Uygurlar turuşluq devletlerdeki parlamentolar bolsun, ular bilan zich münasebet içinde bizler. Şununla beraber biz mu degandek Likaçan'ın kelişidin 3 gün avval Germaniyanınki baş ministeri Merkel hanımınki işxanasıga avval telefon içip ular bilan görüşüp, undan keyin o'ziga biz Uygurlarningki meselesini qisqacha tushundirish bo'lib jazo lagerlari to'g'riliq bir report avatib berdik. Buni o'zininki xodimlari bizga cho'qim Likaçan'ni ko'rishdan avval
buni Merkel xonimga yetkazilganligini va'da berdi. U yerda qisqacha degandek jazo lagerlari va ilhom to'xti masalalari va boshqa bizningki shu yerdagi peshi qadamlar to'g'riliq ma'lumot berib o'tildi va u yerda qo'ygan taklifimiz hamda Germaniyaniki aytib cho'ng bir davlat bo'lganligi va Yevropa parlamentosiningki degandek bir motori bo'lganligi bu sababdan Zerlikaychan bilan ko'rishgan vaqtida Uyg'urlar masalasini cho'qim o'tirib qo'yishi kerakligi va buningki ma'lum sabablari bilan, faktlar bilan o'zlariga yetkazib berdik va albatta Germaniyaningki Xitoy bilan tijorat qilishiga ninki normal bo'lganligi, lekin tijorat qilamiz deb inson haq huquqining dafsanda bo'lishiga ko'z yummasligini iltimos qildik. Shuningga o'xshash Germaniyada hukumat qurilgandan keyin bu hukumat 3 oyda qurilgandan keyin Germaniyada kishilik haq huquq ve tashqi ishlar bilan munosabatli bor idoralar bilan ko'rishib keldik. Masalan, Germaniya parlamentosi kishilik huquq ve inson haqlari komitetiga ayrim 2-3 qatim xat yozgan bo'ldik. Ular bilan telefon orqali ko'rishdik. Shuning natijasida bizlarga ulardan xat keldi. Kishilik huquq komitetining raisi Güsin Jensen xonimdan aynan xat yozib, bizlarning bergan ma'lumotlarimizni har doim ko'z oldida tutib harakat qilganligini va bu ma'lumotlarni bizningki vaqti-vaqtida o'zlariga yetkazib berishimiz kerakligini va shundaqla bizlarningki bir qancha millat vakiliga xat yozganligimizni va buningdan xabardor bo'lganligini shuning uchun bu yerda yozgan xatida deb o'tgan so'zi biz faqat mush Uyg'urlar masalasiga qarashliqlar hammamizning burundan tortib undan to'nigan va bizlar bilan hissdoshlik qilib kelayotgan Margarita Bauza xonimni vazifalantirganligini va o'zlarining har doim Margarita Bauza xonimdan ma'lumot olib turganligini so'zlab o'tib, balkim 9-oylarda bizlarni yana bir taklif bilan ayrim bir doklad berish uchun bu kishilik huquq komitetiga chaqirganligini so'zlab o'tibdi. Shuning bilan birga biz yana Germaniya tashqi ishlar ministrligininki insoniy yardım ve Asya bölümü bilan ko'rishib turdik. Ular bilan mayli telefon orqali bo'lsin, mayli xat orqali bo'lsin, ular bilan ko'rishib, ular bilan vaqti-vaqtida ularga ma'lumotlarni yetkazib turdik. Shuning o'xshash masalan Jenevada ochilgan yig'inda Germaniya boshliq, Bulgariya boshqa davlatlar Xitoyning o'sha inson haqlari munosabatidan nihoyat qattiq unga raddiya berib, kishilik huquqqa, inson haqlariga va Uyg'urlarning haq huquqiga rioya qilishini so'zlab o'tdi. Undan keyin bizning uzun yillardan tortib Bavariya parlamentosidagi vaqtida Uyg'urlarning do'sti bo'lgan va Uyg'urlarga nihoyat yaqindan moslashib, hissdoshlik qilib kelgan Margarita Bauza xonim bilan hozir o'zi Germaniya parlamentosining a'zosi va kishilik huquq komitetining a'zosi bo'lib vazifasi muhim bir komitet hamda o'sha tashqi ishlar bilan shug'ullangan butun ishlar shu komitetda ko'rishiladi, shu komitetdan qaror ilindi. Shu yerda ishlayapti, o'zi bilan bevosita har doim ko'rib turyapmiz. O'tgandimi o'zining taklifi bilan asosan degandek buni burungi xabarlarda berildi. Germaniya parlamentosida kishilik huquq a'zolari bilan ayrim bir suhbat o'tkazdik. Bu yerdami Margarita Bauza xonimga va boshqa parlamento a'zolariga atrofli ma'lumot berib o'tdik. Demak, bizningki qilayotgan ishimiz albatta bizningki ularga qanchalik tez ma'lumotni va faktlik ma'lumotlarni yetkazib beralsak, ularning Xitoyning oldida tilashuvchilik uzun bo'ladi. Shuning uchun masalalarni o'rtaga qo'ya oladi. Shuning uchun munosabatni uzmasdan bu albatta qilgan ishlarimizninki hammasininki bu yerda deyilgan taraflari bor, deyilmaydigan taraflari bor. Bu siyosiy bir masala bo'lganligini aytdi. Inchiq bir masala, biz faqat bu yerda dalalaydigan gaplarimizni deb o'tamiz, lekin munosabatni uzmasligimiz kerak. Buning uchun mayli bir salom bo'lsa-mu, bir 2-3 haftada bir salom berib, izchillik bo'lish kerak. Ularning chunki ularning ishi faqatla biz Uyg'urlar masalasi emas. Albatta bizlar uchun biz Uyg'urlar masalasi nihoyat muhim, bu jinimizni o'tib ketib boradi, lekin ularningki degandek butun dunyodagi masalalar, o'zining Germaniyaningki masalalari bilan nihoyat aldirash. Shuning uchun ularga doim
xotirlatib turish, bir ahvol so'rash niyatida bo'lsa-mu, bir muomala qilib turishimiz kerak va bu qilayotgan muomalamizning ular bilan izlashib turayotganimizningki foydasi bo'lib turyapti. Masalan deganda tashqi ishlar ministrligidan xat keldi, 2-3 qatim telefon orqali ko'rishdik. Margarita Bavza xonimdan telefon bilan har doim degilar ko'rishib turyapmiz. Uningdan keyin yandigina kishilik huquq va inson haqlari tashkilotininki raisi va yordamchisi ular bilan telefon bilan ko'rishdik. Eng oxir nayt atrofli bir xat yozib avatibdi. Bu narsalarni dunyoning har yeridagi turishliq Uyg'urlar qo'ldan kelguncha davomlashtirish kerak. Chunki biz bir tashkilot. Albatta. Biz munosabat qilgan kishilar bo'lsa, davlatlar, partiya arboblari, siyosonlar bular bilan bizningki masalamizni tushundiramiz, ularga ta'sir yetkazamiz va ular bizga hissdoshlik qilsin desak, bizningki hamasdan, zerikmasdan davomli ularni harakatga o'tkazish uchun vaqti-vaqtida reportlarni, qo'limizga ma'lumotlarni yetkazib berishimiz kerak. Rahmat Asqarjon efendim, siz degandek haqiqatan bu Germaniyada bu davanın izchilligi bor. Siz degandek bu izchillikni saqlashni aytib muhim. Bir namoyishlarning yoki bir shuar bilan yoki bir yig'in bilan qonun chiqaradi yoki bo'lmasa shahar Turkiston masalasini bir hal qilib etkilolmaydi. Shunda izchil da'vo qilgan vaqtida buni izchilligini saqlagan vaqtida uningdan natija og'il bo'ldi deb qarayman. Asqarjon efendim, siz deb o'tdingiz hamda bu Germaniya Uyg'ur da'vosi uchun bek muhim bir davlat, birisi muhim bo'lishiga sabablisi Yevropa İttifaqı, Yevropa Parlamentining parovozlarida shuni boshlamchisi bo'lib kelgan bir davlat. Endi Uyg'ur da'vosi uchun muhim bo'lishidagi sabab ham bu Uyg'ur milliyatida yetakchilik qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu markaziy organ Germaniyada ham Germaniyada qurilgan, Germaniyada qonuni ro'yxatga ilingan. Masalan, bu Xitoy hokimiyatininki Uyg'ur milliy harakati bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultiyi qaratgan bu hujumlar, diplomatik hujumlar, qoralashlar, tuhmatlar jildin-jil kuchayib beryapti. Masalan, Germaniyada Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Tolqin Aysa efendini, bu yerdagi aktiv siyosiy faoliyatchilardan Abzil Qarqash efendini, Olmut To'sin efendini Xitoy hukumati 2000-yillarning boshlarida terrorist deb e'lon qildi. Ba'zi tashkilotlarni terrorist deb e'lon qildi va Germaniya hukumatidan bularni hatto Xitoyga qaytarib berishni talab qilgan ahvollar bo'ldi mutabbiq. Hozirgacha masalan siz bu Germaniyaningki qonun organlari bilan, hukumat organlari bilan nayt yaqin aloqa qilyapsiz, boyim deb o'tdingiz. Hozirgacha masalan Xitoyningki shu besimlarga Germaniya hukumati qanday pozitsiyada bo'ldi? Baş egdimi? Hozirgacha Germaniyada Dunyo qurultiyi bo'lsin, Yevropa Ittifoqi Turkiston birligi bo'lsin va boshqa tashkilotlarimiz bir besim ta'qiq qilish yoki taqayimizda ta'did silish, ularning faoliyatiga cheklanib qo'yish ahvoli bo'ldimi hozirgacha? Xitoy hukumati va Xitoyningki Germaniyadagi mayli bosh elchilari, konsulatlari bo'lsin, uzun yillardan tortib bizningki bu yerda harakatimizni bo'g'ish uchun, to'xtatish uchun qo'ldan kelgan har turli harakatni ipadi. Masalan, Germaniya hukumatiga va Bavariya hukumatiga, sizlar Germaniya 16 federal davlatninki birlashmasini o'tirg'a chiqqan bir davlat va har federal davlatninki ayrim parlamentosi bo'ldi va ayrim bosh ministri bo'ldi. Shuning uchun Germaniya parlamentosining Germaniya bosh ministri Merkel xonim va nimaninki Bavariya parlamentosiningki bosh ministri, hozirgi ichki ishlar ministri Seehofer efendilar Xitoyga ziyorat qilgan vaqtda dastlabda o'tirib qo'ygan talablardan biri Dunyo Uyg'ur qurultiyi München shahrida qurilgan. U yerdan bizga qarshi harakat qilib beryapti. Dunyo Uyg'ur qurultiyininki ishxonasini taqib, uning rahbarlarini Germaniyadan chiqarib o'tishinglar kerak deb bu talabni bir qitim emas, o'nlarcha qitim bu talabni o'tirib qo'ygan. Buning damasdan bizning Bavariya davlatininki bosh ministri Seehofer efendining bergan javobi bor. To'g'ri, Uyg'ur jamoatchiligini, Uyg'ur tashkilotini Germaniyadagi biz taniymiz va ularning ishxonasi, markazi bizning Myunxda, lekin ular bizningki qonunlarimizga ramkasida ishga qurilgan bir tashkilot. Hozirgacha ib bo'lgan faoliyatlari hammasi naydi demokratik, naydi tinchlik va bizning qonunlarimizga xilof chiqib boqqani yo'q ular. Shuning uchun ularni bizning taqib etish, ularning harakatlarini to'g'risib qo'yish imkoniyatimiz yo'q deb javob bergandi. Bu endi bir davlatning raisining, yana bir davlatning raisiga berdigan endi buningdan texi aniq, buningdan texi qarorli bir javob bo'lmaydi deb o'ylayman.
Undan keyin bizningki Bavariya parlamentosida necha qitim konferanslarimiz bo'ldi. Konferansimiz bo'lgan vaqtdami Xitoyninki Myunxdagi bosh konsulisi alaydan Bavariya parlamentininki raisi Barbara Shtam xonimga xat yozib, Bavariya parlamentosunda bölgünçü terörist Dünya Uygur Kurultayı ve Uygur Cemaatçiligi u yerda mandaq konferans o'tkazadigan. Bu konferansni darhol to'xtatishga kerak. Bu bo'lmasa bizlarningki Xitoy bilan Germaniya orasida bo'lgan munosabatlarga daxl keltirdi deb xat yozdi to'xtatish uchun. Lekin bizga u vaqtda sohibxonlik qilayotgan Sosyal Demokratik partiya va Yeşiller partiyasiningki shu vaqt reisleri Markus Rindesbacher efendim ve Margareta Bauza hanımla bunun reddiye verip biz şu yerde yığınını açtık. Hatta Margareta Bauza hanım Xitay Başkonsulun kelgen xatni şu yerdeki muhbirlar yığını da okup verdi. Qaramlar dedi. Xitay miyerde turup bizdeki iç kişilerimizge aralışıp bunchilik bizni besim ostida tutayotganda u yerda sahipsiz qolgan Uyg'urlarga qanday muomala qilganligini hamda o'zinglar o'ylab biqinglar. Bunun o'xshash masalalar bir qitim emas, jiq o'tildi. Bilasizlar buningdan yana bir 2 yil avval mush Bavariya parlamentosida bir yig'inga bir ziyofatga, iftor ziyofatiga chaqirilganda Uyg'urlar vakolatdan men borgan, qatnashgandim. Shu yerda Xitoyning konsulisi ko'riblar, bu Uyg'urlarning vakilini bu yerdan chiqarib o'tinglar. Deb shu sohibxonlik qilgan Sosyal Demokratik partiyaningki boshlig'i Markus Rindesbacher alaydan o'tirib qo'ygan vaqtda Markus Rindesbacher 2 yillar mening mehmonim, men Uyg'urlarni undan taniyman, uni chiqarib o'tmayman. Desa, unda bo'lsa biz chiqib ketamiz deb javob berdi. Chiqib ketamiz desa, u o'zinglarningki mayli, meni undaylikda tahdid qilsanglar, uni chiqarib o'tmasanglar, men ketmayman desanglar, men buningga bu yerda ko'z yumib Uyg'urlarni chiqargan. Undan keyin texmo Markus Rindesbacher sohibxonlik nimasini bir taraf qo'yib qo'yib, men sizlarning Uyg'urlarga nima qilayotganliklarini Xitoyda aytib undan bilaman. Deb javob bergandan keyin ular chiqib ketib, men kelib qolgan. Hatta undan keyin keyingi bir yili alaydan meni chiqarib, bu da faqat shu diplomatlar o'tiradigan Amerikan bosh konsulisi, Turkiyaning bosh konsulisi, Bosniyaning bosh konsulisi o'tirgan ustalda menga joy ajratib, so'zga boshlashning oldida shunda deb o'tgan. O'tgan yil Asqarjonning o'tirgan o'rinda Xitoyning bosh konsulisi o'tirgandi. Asqarjonni chiqarib o'tinglar deb menga mana tahdid solgandi. Mana bu yil ularni chaqirmadik, ularning o'rniga Uyg'urlarning vakilini chaqirdik deb. Buni bu yerda biroq uzunroq anlatishimdagi sabab demakki muomalani uzmasak, ular bilan degandek real bir vaziyatni anglatib, faktlar bilan munosabatlarni qilsak, buningki demak 1,5 milliard nüfusluq va dunyoning eng kuchli iqtisodlaridan biri bo'lgan bir Xitoyning bosh konsuliga sen chiqib ketsang chiqib ket. Biz Uyg'urlarni chiqarmaymiz bu yig'indan. U mening mehmonim, sen u mehmoning deb bir javobni bergani bu German hukumatining, German siyosatchilarining, German partiyalarining bizning da'voni qanchalik quvvatlab bizga hissdoshlik qilib kelayotganligining faktlardan biri. Haqiqatan bu Germaniyada bu insonni suyuntiradigan. Chunki bu Germaniya u Yevropa ittifoqining parovozi bo'lib qolmasdan yana Yevropa birlik a'zo davlatlarning ichida Xitoyning eng chong savdo sherigi. Bu shunday turib yana mushu siz deb o'tgandek sizga o'xshash siyosiy faoliyatchilarimizning dunyo rutiniki mushu izchil turda buni zerikmay, terikmay, sabrchanlik bilan uzun yil anglatish natijasida asta-asta buni Asqarjon deb o'tgandek Germaniyada buning unumi ko'rilish boshladi. Masalan, Asqarjon efendim bu 4-oyning oxirida bu Nyu-York Birlashgan Millatlar Tashkiloti yerlik millatlar yig'ini chaqirgan vaqtda Xitoyning kashadagi nimalar vakillari blokni esa boshladi Germaniyadagi xatarasiz millatlarni qo'llash tashkilotining vakillari kirgizmaymiz bu yerga deb cho'ng avga chiqadi. Oxir blokni kirgizmaydi birinchi qatam bag'alar. Keyin bu Germaniyaning shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili bilan Amerikaning ashyo turishliq vakili iyi bo'lib biz kipel deb Dolqun Atay'dan chaqirib opirib 4-oyning 26-kuni bo'lsa kerak, opirib o'sha Germaniyaningki ashyolik elchisi bilan Amerikaning elchisi ikkisi hamroh Dolqunning uyiga kirdi. Yana biz siz yaqinda bu jamiyatda chaqirilgan
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeşi'ninki yig'inidimi bu yerda Germaniya hukumati yana Germaniya hukumatininki vekilleri bu yerda Uyg'urlarninki bu jazo lagerlari masalasini o'tirib qo'ydi. Hem 6-7 ait kişi devletlerdi hem Avrupa Birliği vekillik qilayotgan dönem başkanı deymiz hem de Bulgaristan ninki vekillerim bu oturup koydu. Germaniya bunun içinde. Bu mu? Ya da Uygur davasının Germaniya'dan ait terakki kılıp qaysi dereceге bağlılığını, qaysi seviyege bağlılığını, qanday önüm berip atqanlığını sizin ait yaxshi şərhlab o'tdingiz. Xo'sh, Asqaljon efendi, ben de mesela yaqinda siz yana oxirgi qatam bir qancha kun burun taxir shu Amerikaninki mustaqillik kuni munosabati bilan Amerikaninki Myunxen shahridagi bosh konsulininki alayhi taklifga asosan bu mustaqillik kuniga qatnashdingiz endi. Bunun qatnashish jarayoniniz qanday bo'ldi? Konsul bilan ko'rishdingizmi? Ular bilan bir suhbatlashish yoki Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati bo'lib jazolarlar masalasini tilga olish imkoniyati bo'ldimi? Xitoy bosh konsulisi bo'lsin va boshqa konsulliklar bo'lsin munosabatlarimiz bizningki yaxshi bu yerda degandek shu yuqorida so'zlab o'tgan sabablar tufaylidan biz ular bilan munosabatlarimizni har doim jonliq tutib kelyapmiz. Mayli buningdan burungi bosh konsulliklar bo'lsin, masalan Bill Muller efendim, uningdan keyin kelgan Jennifer Gavito efendim, hozir 7 ayının 5'inden tatip kelgen başkanımız yeni tayinlendik. Münasebetlerimiz yaxshi degandek her yıl ma'lum platformlarda bir yerde bo'lamiz. Bu da kapkan o'zim degandek Amerikaninki mustaqillik kuni bayramlarga her yıl teklif bilan qatnashimiz. Bu yerda kelgini zaten 7 ayının 5'i kaptu. Bu münasebet degandek o'tgan hafta 12'si bo'ldi, 12'si qatnashdik. Bu yerda ham qisqacha bir tanishish, kimga vakolatan qatnashayotganligimizni o'ziga so'zlab o'tdik. O'zini albatta yana bir hayat bilan o'zininki ishxonasida, rezidansida ziyorat qilganligimizni, u vaqtda texnik atrofliq ma'lumot berganligimizni, shundaqlam Uyg'urlarning ishxonasini o'zininki ziyorat qilishini xo'sh bo'lganligimizni, buningdan burungi bosh konsulliklar bilan munosabatlarimizning nihoyatda yaxshi o'tganligini so'zlab o'tdik. Albatta qisqa bir zamonda yana o'zlarini ziyorat qilamiz. Degandek yana bu her narsaninki beshi endi albatta namoyish qilamiz, buni qilib kelyapmiz va dunyoning har yerida bo'layotgan namoyishlarni men Uyg'ur degan har kimniki qo'llashi kerak. Dunyo Uyg'ur qurultaymi buni har vaqt har yerda kim bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab, ushlab, desteklab, himoya qilib keladi. Ulayt ochiq. Chunki buningki jiq foydalari bor. Eng boshdan masalan o'zimizninki Uyg'ur jamoatchiligida milliy ruhni tirik tutish, milliy ruhni jonli tutish va yoshlarimizga nima bo'layotganligini, yo'qsa o'tgan yillarda, o'tgan asrlarda nimalar bo'lganligini shu vasita bilan undanlar qutula olamiz. Masalan deymiz, Baran voqeasining manchiqchiligi, G'o'lji voqeasining manchiqchiligi, Urumchi qirg'inchiligining manchiqchiligi, yo'qsa dunyo inson haqlari kuni deb bularni shu yerga namoyishlar bilan o'zimizning nafratini, o'zimizning noroziligini bildirib o'tamiz. Ammo buning sirtida asl muhim narsa diplomasiya, siyosat va lobbichilik. Shu degandek her devlet elbette ma'lum o'zininki foyda manfaatini o'ylaydi. Ma'lum ishlarni ulardan ayrim berib suhbat o'tkazish, ularga buni paketlari bilan o'tirg'a qo'yish, ularni qanoatlantirish. Bo'layotgan ishlarninki qanchalik eg'ir bo'layotganligini va buningki amdiylikka hech bir qanday insoniy qilibqa patmayotganligini, bularni shular bilan ko'rishgan vaqtida mayli hukumat boshliqlari bo'lsin, mayli parlament a'zolari, mayli ma'lum komitetlarniki, hamda bizlar Uyg'urlar bilan tegishli bir muncha komitetlar bor, inson haqlari komiteti bor dedik, qiyin qisloqni cheklash komitetlari bor, kichik bolalarni ishlatishga qarshi bo'lgan komitetlar bor. Bu komitetlarniki munosabatlik xodimlari bilan bizlarning doim ko'rishib turishimiz kerak. Shuning uchun mayli raisimiz Dolqin Isoning bo'lsin, mayli boshqa yerda turayotgan bizningki kadrlarimizning bo'lsin, qurultayninki tarkibidagi hammasininki
o'zi turishliq davlatlardagi yo bo'lmasa xalqaro sahnadagi mashina siyosiy o'rinlarla nayt zich munosabati bo'lishi kerak va buning foydasi degandek masalan Sharqiy Turkiston haqida bir qaror chiqarish mezgili kelib qolgan vaqtda masalan Qashqarninki chiqilishi va ya'ni buzilib ketishi to'g'riliq Yevropa parlamentosidan qaror chiqdi. To'g'ri. Undan keyin masalan nimada Ilhom To'xti qo'lga ilinib turmuga tashlangan vaqtda Yevropa parlamentosidan qaror chiqdi. Germaniya parlamentosi va Amerika buni nihoyat qattiq tanqidlab raddiya berdi. Bularning hammasininki Keynida aqı turmuşda başında siyasi faaliyetler, lobichilik hareketleri, diplomasiya var. Tirishchanlikni pedagoglik bu degandek bu hozirlikdan o'zligidan Londondan o'tib chiqib qolgan bir masala emas. Buni imkoniyatdan qoldi az deganda 20-25 yilning yog'i bo'lib kelayotgan faoliyatlarning natijasi va oxirgi to'lungan siri ularga biz arasımızda bir işenci payda boğan siri ulanın bizlerge bolvatkan işencisi dünya Uyghur kuruluğu bolvatkan işencisi dünya Uyghur kuruluğunun ki reisi ve rehberlik heyeti bolvatkan işencisi bulup mesela abayda öttünüz Dorkan efendimni ma'lum yerlerde qo'g'lab qilib Xitoyniki kirgizmayman degan ma'lum yig'inlarga mayli Amerikadagi bo'lsin, mayli Jenevadagi yig'inlarga bo'lsin, o'sha Amerikaga o'xshash, Germaniyaga o'xshash kuchli davlatlarningki o'ttirib tushib o'zininki ta'sirini ko'rsatishi bilan Xitoy bir tarafda qilib biz hozirgacha endi kirimiz degan bütün yig'inlarimizga kirib, bütün Xitoyning qarshiligini yengib chiqib u yerda deyilgan gapimizni deb o'zimizning maqsadini uqtirib kelyapmiz. Rahmat Asqarjon bergan atrofli ma'lumotingiz uchun. Albatta bundan keyin Uyg'ur davosining Yevropadagi taraqqiyot haqida maxsus sizlar yana suhbatlashish imkoniyatimiz bo'ladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarni oldinglar. Keyingi bir ikki haftadan buyon xalqaro siyosatlarda qo'l keltirgan natijalarni ko'rdinglar, bunga shohid bo'ldinglar. Hem de bunun Xitoy hukumatining nima uchun bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan bunchalar hapilishib qilishini balkim tegiga yetgansizlar. Ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyini Xitoy hukumati uzun yil qurilgandan tortib hozirgacha milliy bo'lginchilarning chet eldagi eng chong lageri deb atab kelyapti. Hozirgacha shunday atab kelaylik. Milliy bo'lginchi degan nima? Milliy bo'lginchi degan mustaqilchi degan gap. Mustaqilchi degan gap. Ma bizni mustaqilchi emas deb ayblayotgan ba'zi qorong'u kuchlardan o'sharilishimiz kerak. Garchi biz 2005-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyini qonun tasdiqi olgan vaqtimizda nizomnomaga shu vaqtdagi xalqlarning ehtiyojiga asosan da'voning qulaylik bo'lishini ko'rsatib turib biz o'z Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'z belgilab erkin hur yashash huquqini qo'lga keltirish deb qonun tasdiqi bunda o'tkazgan bo'lsak-mu, shuningga parallel holda o'xshash mezgilda 2005-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi Myunxen xitobnomasini e'lon qilib xalqimizga qarata. Ya'ni hozirgidek ba'zi yomon niyatli insonlarning, ya'ni bular mustaqilchi emas, bular oqchi ko'kchi deb qorilishining oldini olish uchun biz Myunxen xitobnomasini e'lon qilib, Myunxen xitobnomasida bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyininki oxirgi maqsadimizningki, nishonimizningki mustabid Xitoy hokimiyati tarafidan mustabid Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan vatanimiz Sharq Turkistonni milliy mustaqilligini asli keltirish ekanligini biz nihoyat aniq jakalagan. Albatta biz kelar qatimli programmalarimizda biz bu Myunxen xitobnomasini nima uchun e'lon qildik, buning konkret mazmuni nima, bu qanday moddalarni o'z ichiga bu haqda sizlarga ma'lumot beramiz. Bugun qisqacha buningki haqida sizlarga uchirib berishni muvaffaq ko'rdik. Endi bu Xitoy hokimiyat uchun, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyninki ko'ziga qadalgan bir mix. Xitoyning yurigiga sanjilgan o'tkir bir xanjar. Shuning uchun boshqa tashkilotlar bilan yoki ommaviy guruhlar bilan birlashmay, hozirgacha Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan xalqaro siyosiy sahnalarda birlashishlik. Uning rahbarlarining faoliyat doirasini qisqartiraman, cheklayman, tizginlayman, o'qilaman, bularni ishga jihatdan parchalayman, bilaman, bularningki Uyg'urlar orasidagi izzat hurmatini mushattalik o'zlarining g'alchilar orqali o'zlarining bana sodiq Xitoy presslar orqali bularni har xil shakllarda bularni Dunyo Uyg'ur qurultiyini ujuqtiraman degan shaklda izchil turda bu dunyoga qarshi harakat olib boryapti. Bu nihoyat ochiq narsa. Shuning bu yerda xalqimiz nihoyat sagak bo'lishi kerak. Avval Alloh biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana muqaddas bir davoni qilyapmiz.
20 necha million izlayotgan xalqimizning bir davosini qilyapmiz. Qo'ldan ketgan Xitoy mustamlikachilari tarafidan besib ilingan 1,848,000 kvadrat kilometrlik bu kadar zo'r bir paran bir zaminni qaytarib olamiz deb mücadele qilyapmiz. Bizning dushmanimiz odatdagi Afrikadagi qabiy davlatlar emas. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki 5 doimiy hay'at a'zosiniki birisi 1,300,000,000dan ortiq nopos var dünyada ben 4'ün birinde turayotgan bir davlat. Bunun qarshi da'vo qilyapmiz. Shuning uchun xalq Sharq Turkistonda muhojirat yashayotgan qarindoshlarimiz bundan nihoyat hushyor bo'lish kerak. Dünya Uyghur qurultayini har zaman qo'llab quvvatlash kerak, birlik, barobarlik ichida bo'lish kerak. Biz ishimizga cho'qim Dünya Uyghur qurultayi yetakchiligida berayotgan xalqaro siyosiy saylanlar deb berayotgan bu da'voyimizningki natijasini, unumini cho'qim olamiz. Çünkü xalqimizning duosi bilan biz bilan birga hurmatli huzur ko'ruvchilar bugungi programmani mishada oxirlashtirmoqchiman. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling, xayr xo'sh.